Aniq 10 kunda tayyor qilib berasanmi? 1,5 ming bersangiz 10 kunda chotki qilib beraman. Ha, 1,5 ming. Tez ishlaring yururmi? Ustoz, buni 1000 dollarga sotib oldingiz. 1,5 mingga remont qo'yasiz. Kimga sotasiz keyin buni? O'zimiz janim qo'limga 8 ming dollar berib ketdi. Otasiga masli nechta bir padarga qilmoqchi ekan. O'shaning uchun sotib oldim buni. Ya, isqirt odamsiz-da. O'zingizni chiyaningizni ham yedirasizmi? Biznesgacha okukachilik ketmaydi. Tushunyapsanmi? Keyin hozir begonani yedirsa, ko'pir yoqingni oladi. O'zingnikini yedirsa, yuz xotiri qiladi, indamay qisib yuradi. Lekin Nexia 1 qora bafirligi bo'lsa, o'zim ham haydab qo'yardim. Alo, jiyan, mashina 10 kun yetib keladi. Zavodda maslasi. Mashina qo'ydi, mana. Qo'ydi! Sani uchun masla Nexia 1 mashinasi o'g'li senga padarga qildi. Yoshligimdagi orzuim. Ustoz, ya, isqirt odamsiz-da. O'zingizni kezga tiqordingiz. Qisibdi, shogird qisibdi. Sabchilarni ko'rardim jonim. Voyda! Mana ada, siz butun umr orzu qilgan operativniy qora bafirli Nexia 1 maza qilsaydi. Rahmat o'g'lim. Nech pulga olding? Amaqimni maslasini 8 ming dollarga olib berdilar. Amaqing? Qani uka, mashina yoqdimi? Mashina dahshat, lekin sizdan 10 ming dollar qarzim bor. Qarzim bo'lib turib, bu mashinani qanaqa qilib haydayman? O'shaning uchun qarzimga shu mashinani olib qoling. Jinnimisan, unaqa sovg'ani qaytarib bo'lmaydi. O'zing haydavursan-chi, toza mashina-ku. Olib qoling, men roziman. Qarzimga olib qoling. Voy. Sen boshqa qilmaysan. Hozir men aytdim. Ustoz, yediraman deb qo'ydingiz. O'zingiz qolib ketishdingiz. Menga qara, qoravoy. Toza Nexia 1 mashina olaman deb aytmading?